Bugungi sanamiz 20-aprel. Haftaning dam olish kuni 2025-yil. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana yangi partiya ishonmovni bermasiga yana bir partiya mollarimiz keldi. Manzilimizni aytib o'taylik. Manzilimiz Samarqand viloyat Sayariq tumani Chelak shahriga. Mana shu mollar keldi. Bu sonini aytamiz. O'zasa bir qator ko'rsataylik. Yeshini qarang. Haqiqatan ham yeshi shunda. Bizning kanalimizga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, ön tarafingizga qizil podpisatsa yo obuna degan tugmachasi bor. O'shani bir martagina bossangiz, bizga obuna bo'lasiz. Mana shunaqa har kuni foydali videolar birinchilardan sizlarga yetib boradi. Mollarni o'ta idallari keldi. O'zasa bizning Telegram gruppamiz bor. Telegramga lotin harfda $4 yozsangiz chiqadi. Kirib obuna bo'lib qo'yasizlar. Inshaalloh mana shunaqa foydali videolarni joylashtirib boraveramiz. Joy yetmayapti. Mana. O'zasa tarafga ham kelgan. Haqiqiy o'ta uda tozalari Greenfordning tozalari kelgan ekan. Batafsil ma'lumot beramiz. Do'stlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Janob, qandaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi, alhamdulillah. Charchamayapsizmi? Yaxshi Yaxshi, rahmat. Mana bu partiyani tugatdingizmi? Nima bo'ldi? Bo'lsa, kecha 17-kuni chiqargan mollarni mayda mollar tugatdik, hojibo. Ha. Juma kuni 17-chi. Ha, juma, kecha chiqargandingiz. Ular tugatdik, xudo xolasa mana shu. Yangi partiya yana keldi. 12da o'tkazib keldik, mana yangi partiya 100 bosh. 100 bosh keldi-ya? 100 bosh, ha. 100 bosh haqiqiy mana Greenford, Simmental, Mickey Mouse bor. Eski partiyadan nechta qoldi? Eski partiyadan menimcha bir shu 10 ga yaqin qoldi, 10 ta 8 talar qoldi shekilli. Eski partiyadan, ha? Eski partiyalardan qoldi. Eski partiyadan qoldi. Bu yangi partiyadan keldi hozir. Oqshom keldi bular. Ha, bular oqshom soat 12 da tushdi. Maşallah. Mana o't yeyishi. Bular qayerdan keladi? Bular endi Qozog'istonning Uralskidan keldi. Uralskidan, ha? Ha, Uralskidan keldi bular. Maşallah. Kattakan Minnoy Mickey Mouse'lar ham bor firmalardan ekan. olindi-da bular hozir. Minnoy, ha? Ha, Minnoy qarang, somon yeyishini. Quruq somonni yozgi yeyishini qarang-da. Somonda, mana qarang. Bir xil mollar yemni bersangiz yaxshi yemaydi-da. Yem bermaydi, ha, shunaqa. Quruq somon mana. Shunday. Quruq somon. Hech nimasi yo'q. Shunday. Bu kelgandan keyin bir 2 kun mana shunaqa quruq somon berib yoki beda berib asosda yemga o'rgatadi-da. Endi hojibo xalqga bizlarda odamlarimizda bizlarda aslini somon ko'proq ishlatiladi-da. Somon, ha. Somon ko'proq ishlatiladi-da. Endi buni somonni molga foydasi ham katta-da nisbatan. Oshqozon mana uzoq yo'ldan kelganda oshqozonni hazm qilish nimalardan? Ha, oshqozonni hazm qilishi ham yaxshi. Hamda esa molda oshqozonidagi kislotность bor-ku. Ha. Ana shuni pasaytirib ham turadi-da. Pasaytirib ham turadi, ha. Juda foydasi katta somonni. Bu mollarga-da, bu nasldor mollarga juda foydasi katta. Tashqariga chiqaramiz-da. Xudo xolasa bular tashqariga chiqarib, bir xalqimiz uchun, dehqonlar uchun bir ko'rsatamiz. Inshaalloh. Bular bitta ko'rsatamiz. Hammasi boyagi siz aytgandek Minnoy mollar. Xudo xolasa uyolmaymiz. Shu oilaning aka-ukalarning oldida nasib qilsa uyolmaydigan mollar olim aka. Maşallah. Xudo xolasa siz ham chiqargan reklamalaringizga shu ko'rayotgan, bizlar ko'rayotgan aka-ukalar bitta shu like bosib qo'ysa, Obunachilar, ha? ha, obunachilar. Obuna bo'lmaganlar bir obuna bo'lib bitta like bosib qo'ysa, kimgadir kerakda bu, hojibo. Shunday. Kimgadir. Mana Samarqandda turamiz, qo'shnimiz bilmaydi-da. Bu narsa yaxshi narsa-da. Shunday. Agar bitta like bosib qo'ysa shunday. Tarqaladi-da. Odamlar ko'rishgan ko'rna. Maşallah. Bu
juda foydasi katta. Hozir bitta chiqarib ko'rsatamiz. Haqiqiylari kelgan bu safar. Mashalloh. Hojiboy, lekin bitta narsani aytishimiz kerakki, ichida bor, keldi maydalari. Yana mana maydalarni olib keldik. Ya, mana Endi bunaqa hammasi endi aholi bir katta egaligi emasda. Ha, bir xil odamga puli yengillik Pul kerak. yengillik ha. kerak. Bir xiliga boqaydigani kerak. Boqaydigan. Bu yerda boqaydigan yetilib kattartiradiganlari bor. Hammasi pilminnoy mollar. Xudo olsa uyalmaymiz. Zo'r bo'ladi xudo olsa. Samonni yesa tashqari chiqib qolamiz. Tomonni yeyib chiqarib olamiz. Ha, desa, Allohni ko'ryapsizlarmi? Haqiqatan Greenford, Oqbosh, Mickey Mouse'lari ham bor ichiga. Mana do'stlar, hozir bir qator bitta chiqaramiz inshaalloh. Mana. Ko'rasizlar? Simmental, Greenford hamma zotdan kelgan ekan. Mashalloh, shoxini qarang buni. Mana bunaqa maydalari ham kelgan ekan, yemga tayyorlari ham. Buni bir qara. Bitta quloqi yo'q. bitta ko'rsatamiz do'stlar. Hoji bobo, Laba. yana bir bor assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Samarqandliklarga, butun o'zbekistonliklarga assalomu alaykum. Mana, xudo olsa O'zbekiston bo'ylab hamma viloyatga xizmat qilamiz. Masala bo'lmaydi. Haqiqiy pilminnoy mollarni, haqiqiy toza qonli mollarni olib kelib xalqqa yetkazib beraveramiz. Masalasi yo'q bo'ladi. Buni qarang. Mana haqiqiy mollar, mana. Mana. Yaxshi. Ko'rsinlar, mana. Mana azizlar. Hoji bobo, yana bir gap negativchilarga ham salom aytib qo'yamiz-da endi. Ha, salom. Ha. Negativchilardan xafa bo'lmaymiz. Bu bizga dars bo'ladi. Bu saboq bo'ladi negativchilarniki. Ijodni davom etamizda, negativchilar negativ yozsa, biz o'zimizni ustimizga ishlaymiz-da. Mashalloh. Ishlaymiz. To'g'ri yozganlarga faqat Hoji bobo. Noto'g'ri yozganlarga yana bitta like qilamiz. Yana bittaligimiz bo'ladi. Bonusimiz bo'ladi. Baribir. Yomon negativ yozganlarga. Ha, shunday. Shu negativchilar bir kelsin, arzon qilib beramiz o'shalarga. Bunday qilamiz, Olim aka, Hoji bobo. Bitta narsa qilamizda, bir inson to'g'rilash uchun, bitta yaxshi yo'lga solish uchun bir narsa ish qilish kerak-da. Shunday, Shu meni yomon fikr yozayotganlarga bitta ish qilamizda, Hoji bobo. Shunday. Shu yomon yozganlarga kelsinlar. To'g'ri yozish uchun bitta mol berib beramiz. Bitta? Tekinga berib beramiz. Shunday. Ana shu negativni yomon yozgan odamga borki, bitta molni tekin beramiz. Men yozuvdim desa, mana shu ichidan bitta mol tekin beramiz. Shunday. Agar gapimizga javob bermasak, mana shu YouTube'da ham aytamiz. Faqat men yozdim desa bo'ldi. Men yozdim desa bo'ldi. Shunday. Kecha yana bir haligi nima deydi? Shu o'zimizda akamiz, ukamiz yozibdi-da. Men uy solmoqchi degan mol bormi debdi-da. Yo'q, bugun borib beton qorayotganini olib keldik. Beton qorayotganini. Beton qorayotganini olib keldik. Bitta mollarni ko'rsataylik o'zlasa. Buni qarang. Samonni ustiga chiqib olib, samonni yuraveradi. Buni uyingizga olib borsangiz, haqiqatan ham samon kerak. Samon bo'lmasa bo'lmaydi. Samon, silos, shuna qarang. Hammasi kelib samon yeyishni qarang. Mana do'stlar, bunaqa maydalari ham bor, puli yengilroq, bunaqa kattalari ham bor mana. Mana buni haqiqatan bir ba'zidan ko'p qolgan orqalarini ko'ryapsizlarmi? Endi bitta ko'rsataylik mana shuni. Samonni eng yaxshi joyiga kirib olganda. Hammangiz biletni olib, mashinaga o'tirib, bemalol kelsangiz, mol hammaga yetadi inshaalloh. Pastdan turib bitta ko'rsataman. Endi bularni dastavka xizmatimiz bor-a? Inshaalloh. Hoji bobo, butun respublika bo'yicha dastavka qilib beramiz. Bitta olsa ham, ikkita olsa ham. Dastavka xizmatimiz bor, azizlar. Dastavka xizmatimiz bor. Ularning narx-navosi qanday? Endi bu yerda Hoji bobo o'ta udar ekan. Mana yeyishi, mana mollarni qarang, mana haqiqiy simmental mol. Bu mollarni endi xalq kutib turib o'tirmay narxini aytayotgan bo'lsak, 18 million so'mdan
28 milyon so'mgacha molimiz bor hoji bor. 18 million so'mdan 18 milyon so'mdan 28 milyon so'mgacha o'tib beramiz. Bu aytgan narximizga sotmaymiz, o'tib beramiz hammasini. o'tib ha? Hammasidan o'tib beramiz. 18 demangda, misol 18 million emas. 17 deng. Bo'ldi hoji bor. 17 million so'mdan. Nechta chiqadi? Bu yerdami? 17 million so'mdan 10 ta mol chiqarib beraman. 10 ta? 10 ta chiqarib beraman. Maşallah. 19 milyon so'mdan ham 18 milyon so'mdan 10 ta chiqarib beraman. 17 dan 10 ta, 18 dan 10 ta. 19 dan 20 ta chiqarib beraman. Ha, 19 millioniga ko'proq ekan, mana 20 ta chiqarib beraman deyapti. Kelishaveramiz, hoji bor. Dastlabki xizmatimiz bor, eng asosiysi Dastlabki mollar xizmatimiz sog'lom, bor. zoti toza-da. Zoti toza mollar. Mana Bir xiling insof. Endi hoji bor. Buni mollarning shoxi bor yoki to'qol varianti deydi. Mana 100lik Greenford. Ha, Greenford. Ha, mana. Kesinlar 23 milyon so'mga beraveraman. Maşallah. Kesinlar mana 22 milyon so'mga beraveraman. Mana shuni. Mana shu. Kesinlar mana. Gapimiz gap. Mana kesinlar 24 milyon so'mga chiqarib beramiz. Mana shu mol. Unaqa katta narx qo'ymaymiz hoji. Mana bitta ikkita sementallarimiz bor, 28 milyon. Uni ham 28 milyon so'mga sotmaymiz. Mana hoji bor, keling mana. Mana ko'rsataylik mana. 28 milyon so'm degan mollar qarang cho'kib ketgan. Mana bu ichida. Qarang bularni ichini. Mana sementallarimiz. Lekin hali charchoqda, oqshom kelgan hali 3-4 kunga o'ziga kelib qoladi-da inshaalloh. Mazasi. Ozgina charchoqda. Mana hoji bor. Bitta haydan bu tarafga chiqsin. Mana. Maşallah. Mana. Mana. Azizlar. O'z bo'ybasini ham aytib o'tamiz. U hozir samonning ichiga kirib ketgan. Mana azizlar. Greenford, ha, Greenfordlarning o'ta tozalari ham kelgan ekan. Maşallah. Yeshi o'ta udar. Hozir hammasini haydab keladi, bitta ko'rsatamiz inshaalloh. Onlayn savdomiz ham bor deyapti. Onlayn bironta tanishini yuborsangiz baribir 3-4 kishi kerak. Buni ichidan tanlab olib nima qilishiga, tanlashga 3-4 kishi kerak haqiqatan. Mana. Mana haqiqiy ularlar keldi. Mana molni ko'rib olinglar. Mana bitta ko'ramiz inshaalloh. Mana haqiqiy Greenfordlarning tozalari kelgan andasa. Ichiga kattalari ham bor, mana bunaqa. Mana. Mollarni ko'rib olinglar. Endi bitta kirgizamiz mana. Ko'rasizlar inshaalloh. Andasa. Ana hoji bor. Mollarni qana. Ana ular sementdan ha? Semental hoji bor bular. Hammasi mana semental mana. Shox yo'qlar mana. To'qollari ham bor ha? Mana. Sakrashni qarang. Mana hoji bor. Maşallah. Azizlar mana bemalol hammaga yetadi. Manzilni yana bir marta tushuntiramiz. Samarqand viloyat Xarak tumani Chalak shahriga lokasiyasini Telegram gruppaga tashlab qo'yamiz. Chorvadorlarga shunday kirib kelaverasizlar. Maşallah. Mana hoji bor. Kesinlar pulini yengil qilib kelishtirib beramiz. Hammasini. Ne hisobingizni chiqaring, hammasini bir joyga olganga nech pul? Hammasini bir joyda olganga siz o'zingiz bitta narx qo'ying hoji bor. Endi men bilmadim. Menga qancha arzon bo'lsa shuncha yaxshi. Hoji bor. Hammasi bitta joyda. Biz obunachilar odamlar bo'lsa tarafidan ha. 27 ham deb aytmaymiz hoji bor. Ha. 26 ni ham yo'q qilamiz. Xo'sh. Hammasini bir joyda olsa. 25 ham demaymiz. 24 ham demaymiz. Xo'sh. Hammasini olsa. Ha. 24 milyon so'm. 24. Emas, 23,5 milyon so'mdan berib olib ketsin. 3 deng. Ey, boring siz uchun 23 milyon so'mdan hammasi bitta joyda.
Hammasini bir joyga kelishtirib beramiz deyapti. Dastavka bormi? Hammasini bir joyga. Hamma joyga bor. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor deyapti. Mana. Narxini kelishsak bo'ldi, hoji bu. Mana mollarni ko'ryapsizlar. Maydalari ham bor. Ha. Ichiga katta mollar ham bor. Kelsa kelishamiz ha inshaalloh. Kelsa, xudo xolasa Xayriga ham o'tib beramiz deyapti. Hoji bu men kecha 17-kuni qo'yganingizdan keyin ham shu 50-60 boshmoqimizdan bor yo'q 8 ta yoki 10 ta qoldi. Yaxshi sotilib ketdi. Do'stlar, videolarimiz mana shulardan iborat edi. Videomizga xato kamchilik bo'lsa uzr so'rab qolamiz. Keyingi videoga ko'rishguncha omon bo'linglar. Yomoninglar.